bizni miyamizni 4dan 1 qismi unga tegishli. Ya'ni biz mana shuni zikr qilamiz. Ya'ni Allohga erimizni doim maqtaymiz. Doim erimizni Allohga, Allohim, mani erim yelib yuguryapti, dangasalik qilmayapti, yotibdi, tushunmayapti, qanaqa holatda yashayotganini tushunmayapti. Allohim, sen baraka bergin. Menga mana shu erkagim orqali meni rizqlantirar ekansan. Qarang, erkak orqali sizni rizqlantiradi, olish. Rizq oldingiz, siz unga zikringiz orqali berasiz. Olish berish qonuni mana shu. Assalomu alaykum. Men Nilufar Alimova, 7 yillik tajribaga ega psixolog, psixoterapevt, psixoanalitikman. Mana shuncha olgan tajribalarimdan, ilmlarimdan kelib chiqib, sizlarga barcha ayollarga kerakli, erkaklarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga qaror qildim. 7 yillik tajriba nimalardan iborat bo'ldi? Nafaqat ilm olish, balki hayotiy tajriba, hayotiy voqeliklardan bo'lgan tajribalar ham bo'ldi. Hayotimda turmush o'rtog'im bilan umuman chiqisha olmasdim, umuman ularni tushunmasdim, ular meni tushunmasdi, lekin shunga qaramasdan juda ham qattiq sevardim turmush o'rtog'imni. Lekin mana shu sevgimga yarasha menga nimadir javob kelmasdi. Men doim javob kutardim. Menga mehr, sevgi, e'tibor berishini kutardim. Doim janjallar bo'lardi. Janjallik ketidan aybdorlik hissiga kirib ketardim. Bu menga hayotimda barakani o'chishiga, turmush o'rtog'im bilan oxir oqibat ajralishgacha borishimizga sabab bo'ldi. Lekin hozirda juda ham yaxshi hayotimda turmush o'rtog'im juda ham ko'p qo'llab-quvvatlaydi. Birgalikda ishlayapmiz, birgalikda mana shu sohani birgalikda olib ketyapmiz desam ham bo'ladi. Ya'ni hayotimdagi voqealar er-xotin munosabatlarida olish berish qonuni borligini anglab qoldim, tushunib qoldim. Bu darslik haqida tushunganimda hayotimda katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Biz turmush o'rtog'im bilan ko'pincha urushardik. Ya'ni sizlarga hozir bitta narsani tushuntirib bermoqchiman. Er-xotin o'rtasidagi janjallar. Misol deylik, ayol, erkak urushadi. Mana janjal ketadi bir-biriga. Yetishmovchiliklardan, ya'ni ayol kishi erkak kishidan nimadir talab qiladi, erkak kishi ayol kishidan nimadir talab qiladi. Ya'ni talablar yetishmovchiligidan, mehr, sevgi yetishmovchiligidan mana shu janjallar yuzaga keladi. Ya'ni siz menga mehr bermayapsiz, sevgi bermayapsiz, pul bermayapsiz, nimadirlar biz ayollar so'raveramiz. Vaholanki bizga nima kerakligini aslida o'zimiz ham bilmaymiz. Sevgi kerakmi, mehr kerakmi, e'tibor kerakmi bilmaymiz. Asli adres bu yerda emas. Ya'ni bu juda ham katta mavzu hisoblanadi. Men bu darslikdan olgunimcha yil umrim ketgan desam ham bo'ladi. Biz ayollar o'z tabiatimizni bilmaymiz. O'zi qanaqa holatda yaralganimizni bilmaymiz. Erkaklar qanaqa tabiatda yaralganini bilmaymiz. Bular bizga rizq olib kelib beruvchi, bizni himoya qiluvchi qilib yaratilgan. Ayol kishi sevgida, mehrda bog'lovchi qilib yaratilgan. Bog'lovchi deganda Allohga bog'lovchi, ya'ni biz ayollar Allohga turmush o'rtog'imizni bog'lab turuvchilar qilib yaratilganmiz. Mana shu holatda nimadirlar talab qiladi, buni keyin aytamiz, lekin mana bu holatda nimadirlar biz ayollar, erkaklar talab qilamiz, erkakga talablarimizni so'raymiz, erkakning jahli chiqadi, o'zini past baholaydi va uydan chiqib ketadi. Uydan ko'chaga chiqib ketadi. Urush janjallar sababi aslida urush janjalni ham Alloh beradi. Bir yaproq daraxtdan yerga tushmaydi degan gap bor. Ya'ni Alloh mana shu urush janjalni beryapti. Buni sababi, buni hikmati bor. Biz hikmatni ko'rmagunimizcha hayotimizda bir xil voqealar, ya'ni mana shu kolchoda aylanaveramiz. Nima ekanligini tushunmaymiz. Janjal boshlanadi, yana janjal ketidan janjallar, mana shunaqa hayotda yashaymiz. Aslida nima kolcho ekanligini tushunmaymiz, hikmatni bilmagunimizcha. Hikmatni o'rganishimizda bitta yo'limiz bor, ayol o'zini kim ekanligini bilish. Ayol o'zini fitratini, o'zini bog'lovchi ekanligini bilish. Janjal bo'ldi, janjal bo'lgandan keyin erkak kishi ko'chaga chiqib ketadi. Ya'ni Alloh ayolga buyuradi, erkak kishiga mana shu razgonni ber, erkaging ko'chaga chiqib ketsin va nimadir sen xohlagan xohishlaringni olib kelsin. Erkak kishi ko'chaga chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin albatta erim hech narsani o'ylamaydi deb o'ylamang, lekin eringiz ko'chaga chiqib ketgandan keyin albatta siz to'g'risida o'ylaydi. Sizni
kamchiligingizni to'ldirishga doim harakat qiladi. Chunki erkak kishi dabutchi. U nimadir olib kelib sizga berib, sizni xursand qilganda ko'p narsaga erishadi. Ya'ni rivojlanadi. Sizga bitta gul olib kelsa ham rivojlanadi. Sizga sovg'alar olib kelsa ham rivojlanadi. Sizni ko'zingiz orqali dunyoni ko'radi. Buni birinchi funksiyaga, ya'ni mana shu psixika yaraliyotgandagi funksiyaga borib qaytamiz. Nimaga? Erkak kishi birinchi erkak yaralgan, odam yaralgan, odamga funksiya joylangan, u qanaqa ekanligini joylangandan keyin, ya'ni sifat berilgan. Berilgandan keyin ayol kishini xohlagan, ya'ni menga qo'shni ber Alloh, men jannatda zerikvanman degan. Jannatda zerikishini aytgan va jannatda ko'ra olmagan. Bizni insoniy ko'zimizga jannat qanaqa ko'rinishini Alloh, ya'ni insonlar, ulamolar bizga aytishadi jannatni qanaqaligini va biz jannatni xohlab ketamiz. Lekin odam erkak kishi bo'lganligi uchun hissiyotda yo'q, ya'ni hissiyot nol bo'lganligi uchun erkak kishi ko'ra olmay qolgan. Unga ayolni Alloh mana shunaqa sevgida, mehrda va butun arzimagan kichkinagina bir narsani ham hayratlanib ko'radigan qilib yaratgan. Va buni ko'zi orqali erkak kishi rivojlanishi uchun. Biz mana janjallar bo'lgandan keyin janjallar orqasida nima bo'ladi? Erkak kishi ko'chaga chiqib ketadi nimadir olish uchun. Ayol kishi bo'ldi, Allohim mana shu taqdirni menga berdi demaydi-da. Mana o'zimda ham bo'lgan holat. Nima qilamiz? Aybdorlik hissiga tushib ketamiz. Aybdorlik hissi mana shu kolso deb hisoblaymiz. Ya'ni aybdorlik hissida voy bekor qildim, turmush o'rtog'imni xafa qildim deb, o'zi yaxshi odam edi. Asli yonimizga kelganda nimadir so'raymiz, talab qilamiz. Ko'chaga chiqib ketgandan keyin boshlaymiz. Voy bekor qildik, voy xato qildim deb, va mana shu erimni xafa qilib qo'ydim. Endi kelsalar hozir juda ham xursand qilaman. Hozir men bunga nima qilishim kerak? O'zimga chiroyli qarab, ayol bo'lib, ovqatlarni qilib, bir nimalarni qilib, men bu erkagimni kutib olaman deymiz. Ya'ni bu erkakni kutib olish uchun qancha harakat qilamiz? Yelib yuguramiz, harakat qilamiz, ichimizda, manbetimizda aybdorlik hissi bor. Bekor qildim degan his bor. Bekor qildim, aybdorman deganingizda Alloh menga buyurgan hayotda xato qildim. Alloh bu taqdirni bekor yozding. Agar men seni o'rningda bo'lganimda, men mamnaqa chiroyli qilib erimni kutib olgan, uni xursand qilgan bo'lardim deymiz. Ya'ni men aybdorman. Aybdorman deymiz. Aybdorlikni kimdan so'radik? Allohdan. Xo'p, bu janjalli sababini rivojlanishga beryaptimi? Hayotingizda qandaydir baraka, qandaydir rivojlanishni xohladimi Alloh? Siz buni nima qildingiz? Yo'q, bu noto'g'ri. Bu barakani xohlamayman. Men aybdorman. Menga jazo kerak dedik. Endi mana bu joyga siz o'zingizcha aqlli ayol bo'lib kelasiz-da. Eringiz ko'chadan hech narsa topa olmaydi. Ayblanish kerak u ayol. Ayol pastda aybdorlik hissida ayblanish kerak. Eringiz ko'chadan hech narsa topa olmaydi va siz xafa qilgan holatingizda uni buyrug'i bilan uyga qaytib keladi. Uyga qaytib keladi, sizni gaplaringizni unutmagan bo'ladi, sizga hech narsa olib kelmagan bo'ladi va vaholanki ko'chada qornini ham to'yg'izib kelgan bo'ladi. Siz stol nakrivat qilib qo'ygansiz, ovqatlarni qilgansiz, uni yaxshi ko'radigan hamma narsasini qilgansiz. Uyda tayyor holatda turibsiz. Lekin bu erkak kishi hech narsani unutmagan holatda sizni ayblash uchun keladi. Aybdorman, jazo kerak deganga erkagingiz xo'p deydi va sizni jazolaydi. Janjal yana davom etadi. Bir xil ssenariy takrorlanaveradi. Siz o'zingiz, men o'zimni tuzatdim-ku, men kechirim so'radim-ku, men uni xohlagan narsasini qildim-ku, lekin nimaga tuzalmayapti deysiz. Nimaga bo'lmayapti, nimaga o'xshamayapti deysiz. O'xshamasligi aybdorman degan o'zingizni ayblashdi bo'ladi. Ya'ni o'zingizni ayblayapsizmi, aybdorman dedingizmi? Aybdorlik bu degani kibr degani. Uni o'rniga chiqaman degani. Biz o'zimiz bilmagan holatda uni o'rniga chiqib olamiz. Taqdir bo'ldi, hayot bo'ldi, urush bo'ldi, janjal bo'ldi. Endi bo'ldi, bu yog'ini Alloh berdimi? Allohim, men bu bilan hech narsa qilishni bilmayman. Bu meni qo'limda emas. Bu bilan nima qilishni bilmayman. Buni hikmatini ko'rsat degan zahotingiz, bu taqdir, bu bo'lish kerak edi. Bo'ldi. Endi menga buni hikmatini ko'rsat desangiz, albatta sizga hikmatini ko'rsatadi.
eringiz nimadirga erishadi. Nimadirga erishib barakasini topadi. Sizniki bir urushganda sizni xafa qilib qo'ygani uchun agar shunchaki turib bersangiz, shunchaki mana shu holatga janjal bo'ldi, roziman, bu holat bo'lishi kerak ekan, hikmatini ko'raman deb shunchaki turib bersangiz, mana bu yerda nimadirlarga qilishingiz, o'zingizdan nimadirlarni yasashingiz umuman shart emas. Shunchaki oddiy turib bersangiz, bu erkak kishi sizga ko'chadan nimadir oladi va sizni xursand qilish uchun keladi. Nimaga? Chunki siz Allohga xo'p dedingiz. Janjal bo'ldimi? Xo'p dedingiz. Mana bu holat bo'ldimi? Xo'p dedingiz. Xo'p deb turib berganingiz uchun buni bor qilgan Alloh sababini sizga olib kelib ko'rsatadi va siz xursand bo'lasiz. Va siz mana shu joyda barakangizni topasiz. Aslida olish berish qonunida yashaymiz. Biz erkakdan uni qovurg'asini olib, uni qovurg'asida yaralganimiz uchun bizni miyamizni 4dan 1 qismi unga tegishli. Ya'ni biz mana shuni zikr qilamiz. Ya'ni Allohga erimizni doim maqtaymiz. Doim erimizni Allohga, Allohim, mani erim yelib yuguryapti, dangasalik qilmayapti, yotibdi, tushunmayapti, qanaqa holatda yashayotganini tushunmayapti. Allohim, sen baraka bergin. Menga mana shu erkagim orqali meni rizqlantirar ekansan. Qarang, erkak orqali sizni rizqlantiradi, olish. Rizq oldingiz, siz unga zikringiz orqali berasiz. Olish berish qonuni mana shu. Siz erkagingizdan rizq olasiz, duoyingiz bilan, zikringiz bilan unga Allohdan so'rab berasiz. Biz Allohdan so'rab beramiz erkagimiz uchun. Agarda miyangizni 4dan 1 qismi band bo'lsa eringiz bilan, uni maqtash bilan, Allohga maqtash bilan miyangizni 4dan 1 qismi band bo'lsa, bu erkak to'g'risida noto'g'ri fikr qila olmaysiz. U haqida yomon xayollar qila olmaysiz, yomon gumonlar qila olmaysiz. Gumonlaringiz mana shu joyda to'xtaydi. Ya'ni Alloh men seni gumoningdaman degan. Gumoningiz mana shu joyda to'xtadimi, siz u haqida yaxshi gumon qilasizmi? Gumon hayotingizga juda ham tezlik bilan kirib keladi. Chunki men shu yerdaman deyapti-ku. Shu yerdaman degan mana bu gumoningiz to'g'rilanganda er-xotin o'rtangizda sevgi, muhabbat bo'ladi, baraka bo'ladi. Hammasi mana shu joyda bo'ladi. Siz unga berasiz, u sizga beradi. Hayot, o'zingiz, oilangiz hammasi rozilikda bo'ladi. Sevgi, muhabbat, oilada tinchlik bo'ladi. Sizlar bilan mana shu darsligimiz orqali nimadirlarni anglab tushunib qolgan bo'lsangiz, men bundan juda ham xursandman. Bu darsliklarni yaqinlaringizga yuboring. Ya'ni ilm tarqatgan inson mana shu barakani 10dan ham 1000dan ham ko'pini oladi. Ya'ni barakangiz bundan ham ko'p bo'ladi. Chunki siz sababchi bo'ldingiz. Hozir mana shu darslik orqali o'zingizda nimadirlarni shakllantirdingiz. O'zingiz nimalarnidir tushunib qoldingiz. Buni bo'lsa yaqin insoningizga yuboring va siz orqali u ham o'zini anglashlarini, o'zini tushunchalarini va hayotida mana shunaqa sevgi, muhabbatlarga to'la hayot kechirishini tilab qolgan holatda yuboring. Siz ham nima anglashlar olganingizni mana shu post tagida qoldiring. Va albatta men buni shaxsiy o'zim o'qib chiqaman. Juda ham xursand bo'laman. Ko'rishguncha xayr.